Homilada yurak paroklarning turlari ko'p. Ba'zilari bola tug'ilgandan keyin bekilib ketsa, ba'zilarini operatsiyaga ketishga muhtoj bo'ladi. Mana bu bolajonimizda ham yurak parogi bor va u operatsiyaga muhtoj bo'lgan paroklar turiga kiradi. Normada yurakdan chiqayotgan maxsus tomirlar bir-biri bilan ya'ni bir-biri bilan chalkashib, keyin tanaga tarqalishi kerak, qisqacha qilib tushuntirganda. Bu bolajonimizda esa sezayotgan bo'lsak, ikkita parallel bir xil tomir bo'lib chiqyapti. Bu holatda yurakni o'ng qorincha bilan chap qorinchadan chiqayotgan magistralniy sosudlar o'rni almashib qolgan bo'ladi va обязательно bolada operatsiyaga muhtojlik bor. Ona qornidaligida hech qanaqa xavf tug'dirmaydi, chunki onasi orqali oziqlanadi, lekin tug'ilgandan keyin tezroq operatsiya qildirilgan ma'qul. Shuning uchun ularni kardioxirurglarga yuborildi va maxsus tug'ruqxonada tug'adilar. Bolani sharoitiga, holatiga qaragan holda operatsiya amaliyoti